Masjidga kirganda Alloh maftah li abwab rahmatik, ya Alloh sen menga rahmat eshiklarini ochgin deb kirishligimiz. Namozlarni o'qib, ibodatlarni tugatib chiqib ketar ekanmiz. Allohumma inni as'aluka min fadli. Alloh, men seni fazlingdan so'rayman. Fazlingdan menga ato qilgin degan odob bilan masjiddan chiqib ketishligimiz kerak ekan. Mana oyog'ingizga kiyib olgan mahsingizni oling, teridan bo'lgan. To'g'rimi? Shu teridan bo'lib kiyib yuribsiz. Teriga Alloh taoloning kalomi yozilsa nima bo'ladi? Uni azizlik ko'tarilib ketadi. Odamlar yuziga surkaydi. To'g'rimi? Teriga Allohning kalomi yozilganligida. Alloh taoloning kalomi tilovat qilingan joylarning manzili juda yuqori bo'ladi. Alloh taoloning kalomini qalbiga joylagan insonning ham qadri yuqori bo'ladi. Muazzin azonini aytib ham bo'ldi, iqomatni ham aytib bo'ldi. Imom quloqqa qoqib nom Fatihani ham tugatyapti. Odamlar o'tirib keyin boramiz deyapti. Shunday holat kelib qoldi. Bu namozga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Ijobat qiladi Alloh taolo, lekin ijobatini siz bilan biz xohlagan paytda emas. Odamlar shoshib qoladi duo qilganda. Biz duo qilib nima ijobat bo'lmayapti deb. Alloh taolo bizlarga duo qiling, duoyingizni ijobat qilaman degan, lekin biz xohlagan paytda emas ekan. Alloh xohlagan paytda bo'lar ekan. Demak, siz bilan bizlarning qalbimiz masjidga bog'langan bo'lsa, erta qiyomat kunida Alloh taolo aytar ekanki, meni masjidimni obod qilganlar mana meni soyamdan o'ting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Yaratgan Robbimiz Alloh subhanahu haq va taologa cheksiz hamd va sanolarimiz, Habibimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bitmas tugalmas durud va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min musulmon din qardoshlar. Bugungi sayyidul ayyom, hajjul masokin bo'lgan juma ayyomi hammamizga barakotli va xayrli bo'lsin. Uzoq yaqindan yaxshi niyatlar bilan Alloh taoloning baytlaridan bo'lmish Allohning baytiga qadam ranjida qilib keldik. Alloh taolo har bir bosgan qadamimizga ajr va azim hasanotlar o'zi ato aylab, gunohlarimizni afv aylab, bugun ado qiladigan ibodatimizni, miskinlarni haji o'laroq qabul aylashini Robbimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum hurmatli ahli islom, mo'min musulmon din qardoshlar. Bugun inshaalloh juma oldidan qilinadigan xutbamiz, mav'izamiz masjid odoblari bo'ladi inshaalloh. Albatta masjid odobi deganda masjid degan so'zni ko'p eshitganmiz. Har kuni deyarli eshitadigan holatimiz. Bu masjid o'zi aslida sajda qilinadigan joyga nima deylar ekan? Masjid deyiladi. Peshonamiz tegadigan joyda masjid deyiladi. Endi istilohda fan nuqtai nazardan desak yoki urfdagi holatlar shuki, masjid deganda Allohga sajda qilingan joylar, masjidlar, makonlarni nazarda tutiladi. Mana shu masjidlarni ko'proq ba'zi bir o'rinlarda Baytulloh deb qo'yamiz. Baytulloh bu Allohning uyi degan. Bu joyda faqat bandalar Alloh taoloning zikr qilib ulug'lanadigan joy. Mana bu manzil nihoyatda o'rni, mavqei nihoyatda oliy. Mana shu borasida Alloh taolo masjid borasida juda ham ko'p oyatlarni nozil qilgan. Shu oyatlarni oladigan bo'lsak, Alloh taolo Jin surasida va annal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada dedi. Albatta bu barcha masjidlar Allohnikidir. Allohdan o'zga hech kimga bu joyda nima qilinmaydi, duo qilinmaydi, ibodat qilinmaydi dedi. Demak bu masjidlar va annal masajida lillahi dedi. Masjidlarning hammasi kimniki ekan? Lillahi, Allohniki ekan. Demak masjidga siz bilan biz kelar ekanmiz, buni odobi bor, tartibi bor, holati bor. Har bir narsani dinimizda nimasi bor? Odobi bor. O'sha odobiga rioya qilgan holatda kelishligimiz kerak bo'ladi. Ana shu borasida siz bilan biz masjidlar bo'lgandan keyin bu Allohning baytimi? Kishi Allohning baytiga kirganda vujudda qo'rquv bo'lishligi,
Men qayerga keldim? Allohni ulug'laydigan joyga keldim. Zikrlarimni qilishim kerak, Qur'on tilovatlarini qilishim kerak. Biror bir masjidni moliyaviy tomondan bo'ladimi, ma'naviy tomondan bo'ladimi, uni men obod qilishligim kerak bo'ladi degan e'tiqodda bo'lishlik kerak. Chunki Alloh taolo bizlarga Tavba surasida aytadiki, Estaizu billah, innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va aqamas-salata va ataz-zakata va lam yakhsha illalloh fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin dedi. Albatta Alloh taoloning bayti, masjidlarni kimlar imorat qiladi, ya'ni ki barpo qiladi? Shuni Alloh taolo aytayapti. Men palon masjidni obod qilaman desa, unda ba'zi bir shartlar bo'lishi kerak ekanda, sifatlar bo'lishi kerak ekan. O'sha sifatlarga ega bo'lgan kishilargina obod qilishligini Alloh taolo aytayapti. Kimlar deganda Alloh taolo man amana billahi dedi. Kim Alloh taoloning birligi, borligiga iymon keltirgan bo'lsa deyapti Alloh. La ilaha illalloh kalimasini aytib, shu iymon asosida hayotini yo'lga qo'ygan bandalar Allohning baytini obod qiladi deyapti. Ikkinchisida val yawmil akhir, oxirat kuniga ham iymon keltirganlar deyapti. Ikkita xislat. Uchinchisi esa va aqamus solata, namozlarini to'la to'kis ado qilib yuradilar. Ba'zisini o'qib, ba'zisini o'qimaydilar yoki eslariga kelib qolganda emas, Alloh taolo buyurgan ibodatni hammasini, namozni ado qilib yuradiganlar. To'rtinchisi esa zakotni Alloh taolo moliyaviy tomondan mol mulk berib qo'ygan bo'lsa, o'sha faqirlarni, miskinlarni haqqi bor, ana o'sha zakotni 40 dan birini chiqarib beradilar. Yana shu masjidlarni obod qilishlikda hech kimdan emas, biror bir kishidan qo'rqmaydilar, faqat Allohdan qo'rqadilar. Allohdangina qo'rqqan kishilargina Alloh taoloning baytini obod qiladilar. Shoyat ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsa deb Alloh taolo aytdi. Qaysi bir inson bugungi kunda masjid qurib obod qilib turgan bo'lsa, Alloh taolo xushxabarni aytayaptiki, o'sha bandalar hidoyat topganlardandir deyapti. Har birimiz maqsadimiz bugungi kunda men ham hidoyat topganlardan bo'lay deymiz. To'g'ri yo'lda bo'lishligini har bir odam istaydi, xohlaydi. Har bir odamni ertalabdan kechgacha qilib turgan maqsadi Allohning rizosida yuribmanmi, hidoyat topganlardanmanmi degan savolni bersa, kim bo'ladi desa, ana shu masjidni obod qiluvchilar ekan. Ana masjidni obod qiluvchilarni Alloh taolo o'shalar albatta hidoyat topganlardandir deb Alloh taolo aytayapti. Albatta bugungi kunda azizlar, atrofga qaraydigan bo'lsak, masjidlarimiz siz bilamiz mo'min musulmonlar uchun emin, erkin, chiroyli sharoitlarni kundan kunga yaxshilab berishlik uchun sa'y-harakatlar bo'lyapti. Hamma tomondan. Mana buni siz bilamiz, masjidlarni qadriga yetishligimiz kerak ekan. Mana davlat tomonidan ham siz bilamizlarni shu ruhiy, ma'naviy ehtiyojimizni qondirishlik uchun davlat tomonidan mana bizlar avval ham borganmiz. Endi hozirgi kunda borsa umuman tanimay qolamiz. Samarqandda Imom Buxoriy majmuasiga boradigan bo'lsak, ana shu joyda nihoyatda go'zal ishlar olib borilyapti. Bitta misol sifatida aytadigan bo'lsak, o'sha joyga 44 gektar yer ajratildi. 10 mingta odam bitta masjidning ichida, hamma 10 mingta odamni o'zini bag'riga oladigan, 10 mingta namozxonlar emin, erkin, chiroyli suratda ibodat qilishlik uchun sharoitlar qilib berilib turganligi. Ana o'sha joyda Imom Buxoriy maqbaralari nihoyatda chiroyli, u kishiga ta'zimni izhor qiladigan holatlar barpo qilinganligi. Bularni hammasini ko'rishligimiz mumkin. Yana o'sha joylarda mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga ham qaraydigan bo'lsak, ota bobolarimizni, ilmli insonlarni, ma'rifatli insonlar uni biz ko'rishligimiz, tanishligimiz, bilishligimiz uchun ham muzeylar qilib qo'yilyapti. Muzey borib ko'rganingizda ota bobolarimizni qilgan ishi, mehnatini ko'rasizda. Bizda ota bobolarimiz oddiy odam bo'lmagan ekan. O'ta ziyoli, o'ta ma'rifatli inson bo'lgan ekan degan tushunchani siz olasiz. Farzandingiz ham ko'radi, o'z-o'zidan mana bu o'zini e'tiqodi, diniga bo'lgan muhabbati yana ziyoda bo'lib ketaveradi.
Ana shu narsada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytdilarki, mana shu masjidlar qurilishlik borasida man bana masjidan lillahi ta'ala banallohu baytan fil jannatlar. Kim dedilar? Alloh taolo uchun bittagina masjid quradigan bo'lsa, Alloh o'sha banda uchun jannatda bir qasrni bino qiladi dedilar. Ana endi masjid deganda yuqorida aytib o'tdikki, insonni peshonasi tegadigan joy, sajda qiladigan joy, peshonamiz tegadigan joyni barpo qilsak, Alloh taolo jannatda bir qasrni bino qilishligini buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Endi payg'ambar alayhisolatu vassalomning aytgan so'zlari nima edi? Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha dedi. Payg'ambar o'zini havoyi nafsidan kelib chiqib gapirmaydi. Magar gapirsa, biz unga vahiy qilgan so'zni gapiradi deb turibdi-ya Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizlarga aytayaptilar. Kim bir masjidni bino qiladigan bo'lsa dedilar, yoki tozalik qiladigan bo'lsa, obodonchiligiga qarashadigan bo'lsa, masjid xizmati uchun sa'y harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo jannatda bitta qasrni bino qiladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidni toza tutish, uni obod qilishlik borasida targ'ib qilyaptilar, rag'batlantiryaptilar. Demak, siz bilan bizlar ham bugungi kunda himmatimizni oliy qilishligimiz. O'sha himmatni eng oliysi qaysi? O'sha masjidlarni doim 5 vaqt namozda kelib ado qilishlik. U tashqari tomondagi binolarni qo'ya turaylik. Katta qilib qurib qo'ysak-ku, biz obod qilmasak bo'lmaydi. Ma'naviy obodlik birinchi o'rinda. Bu tomondan moddiy tomondagisi ham kiradi, lekin siz bilan bizlar birinchi navbatda kerak bo'ladigan, e'tibor beradigan nuqtamiz masjidlarni obod qilishligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda borki, sab'atun yuzilluhumullohu la zilla illa zilluhu dedilar. 7 sifatga ega kishi bo'ladi qiyomat kunida. Hech qanday soya bo'lmaydi, magar Allohning soyasi bo'ladi. Ana shu 7 sifatga ega bo'lgan kishilarni ham Alloh taolo o'zini soyasiga oladi dedilar. Shularning bittasi rajulun muallaqun qalbun fil masajid. Bir kishiki insonning qalbi, vujudi nimaga bog'langan? Masjidlarga bog'langan dedilar. Demak, siz bilan bizlarning qalbimiz masjidga bog'langan bo'lsa, erta qiyomat kunida Alloh taolo aytar ekanki, meni masjidimni obod qilganlar mana meni soyamdan o'ting deydi. Ana shu narsani siz bilan biz o'ylashligimiz kerak. Masjidga kelar ekanmiz, unutmaylik, shunday kelyapmiz. Uyda tahoratimizni go'zal qilib kelyapmizmi? Albatta har bir bosgan qadamimizga Alloh gunohimizni kechiradi. Ikkinchi bosgan qadamimizga Alloh taolo darajamizni ko'taradi. Ham darajamiz ko'tarilyapti, ham gunohimiz to'kilib ketyapti. Alloh taoloning baytiga kelganimizga. Va kelganimizda ikkita farishta turadi. Hozir qaysi bir joyga borsangiz, ot familiyangizni yozib registratsiya qilib qo'yadi-ku, ro'yxatga olib qo'yadi. Xuddi shunday biz Allohning baytiga kelganimizda palonchi odam mana vaqtda masjidga keldi, Allohning baytiga kirdi deb yozib qo'yadi. Ajrni berib turadi, savobni berib turadi. Ana shu savoblarni siz bilan biz haris bo'lishligimiz kerak. Ana odamlar bugungi kunda aytayaptiki, vaqtning qadri yo'q deydi. Vaqtimizga qadr bo'lishligi uchun ham 5 vaqt namozimizni masjidlarda ado qiladigan bo'lsak, musulmon insonni Alloh taolo vaqtiga baraka berar ekan. Chunki inson o'zi vaqtini boshqarishni boshlaydi. Namoz vaqti bo'pti. Mana peshin bomdodga bordim. Endi bomdodda mana vaqtgacha mana ishni qilishim kerak. Undan keyin mana bu masjidga bor, namozimni o'qib, undan keyin bu ishlarni qilaman deb inson hayotini tartibga solib turadi namozimiz, ibodatimiz. Ana shu siz bilan bizlar bugungi kunda eng e'tibor beradigan narsa nuqta ana shu namozlarga o'ta e'tiborli bo'lishligimiz, ahamiyat berishligimiz kerak bo'ladi. O'zimiz, oila a'zo, farzandlarimiz hammasini ana shu ibodatga astoydil bo'lishlikka undashligimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda aksariyat odamlar mana tirikchiligim qolib ketyapti, bunday bo'lyapti deydi. Aslida bir kun Zakariya alayhisolatu vassalom o'sha Maryam onamizga vakil bo'lishgan.
de kirib qarasalar, astaizu billah kullama dakhala alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Har safar Zakariya alayhisolatu vassalom Masjidul Aqsoga kirib mihrobga qarasalar, Maryam onamiz ibodat qilib turgan joyda Alloh taolo u kishiga rizq berar ekanda. Shunda rizqni toparkanlar. Shunda ey Maryam, bu senga qayerdan keldi deganda, min indillah, Allohning huzuridan keldi derkanlar. Ana siz bilan bizlar bugungi kunda so'raydigan narsamizga yelib yuguradigan bo'lsak, namozda turibmizmi? Alloh taolo biz so'ragan narsadan yaxshirog'ini berib qo'yadi. Allohning baytiga kelib siz bilan biz Allohdan so'rayapmizmi? Maryam onamizga Alloh taolo berib qo'yapti. Rizq shuni ertalab qarasalar, mana havo hozir salqin bo'lsa, u yozda pishadigan nozik ne'matlar u kishida turar ekan. Yozda bo'lsa, qishda pishadigan nozik ne'matlar turar ekan. Ana shunday nozik ne'matlar shu kishining huzurida turdi. Shunda Zakariya alayhisolatu vassalomni ham, "Ya Alloh, menga ham o'zingning huzuringdan bir farzand bergin" dedilar. Shu farzand so'raganlarda ham masjidning mehrobi bor-a. Ana shu mehrobda turib so'radilar, Alloh taolo ismini ham o'zi qo'yib Yahyo ismli payg'ambarni xushxabarini berdi. Demak siz bilan bizlar masjidga kelib duolar qilyapmiz, Alloh taologa iltijolar qilyapmizmi? Alloh taolo hayo qiladi siz bilan bizni qo'limizni quruq qaytarishlikdan, mo'min bandalar. Alloh taolo uyaladi siz bilan bizdan. Mana bu bandam ertalab mana havoni sovug'iga qaramasdan yoki issig'iga qaramasdan meni baytimga kelib, meni birligim borligimni bilib turib, mendan so'rayaptimi? Men bu bandamga berdim deydi. Ijobat qiladi Alloh taolo, lekin ijobatini siz bilan biz xohlagan paytda emas. Odamlar shoshib qoladi duo qilganda. Biz duo qilib nima ijobat bo'lmayapti deydi. Alloh taolo bizlarga duo qiling, duoyingizni ijobat qilaman degan, lekin biz xohlagan paytda emas ekan. Alloh xohlagan paytida bo'lar ekan. Ana shu narsada siz bilan bizlar bugungi kunda masjidlarga kelyapmizmi? Uni ajri, savobi nihoyatda katta ekanligini, biz xohlab turgan, istab turgan narsa Allohning qo'lida ekanligini unutmasligimiz kerak. Allohning qo'lida bo'lgandan keyin bir odam bir tog' sifatida tillo so'rasa, Allohning huzuridan kamayib qolmaydi. Demak siz bilan bizlar ana shu namozlarni ado qilishlikda masjidga kelishligimiz, masjidda ado qilishlikka sa'y harakat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Tarixni ham o'rganadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga kelganlarda birinchi qilgan ishlari nima edi? Masjid bo'ldi. Masjid-ul Quba, hada masjidun ussisa ala taqwa. Bu masjid asli ildizi poydevori taqvoni ustiga qo'yilgan degan oyat nozil bo'ldi. Masjid-i Nabaviyni yoki oladigan bo'lsak, Rasululloh qurdilar, o'zlari qurdilar, o'zlari sa'y harakat qildilar. Demak, payg'ambarlar qurgandan keyin Muhammad alayhisolatu vasallam qurdilar. Undan oldin Ibrohim alayhisolatu vasallam farzandlari bilan qurgandan keyin siz bilan biz ham qurishga haris bo'lishligimiz kerak. Intiq bo'lishligimiz kerak. Bugun masjidga borib bir ishni qilib kelaman degan odat bo'lishlik kerak. Har kuni bomdod namozidan keyin 2 daqiqa qolib shu ko'rpachalarni to'g'irlab qo'yishlik ham bu masjidning obodonchiligi. Mana shu narsalarga siz bilan biz e'tibor berishligimiz kerak. Alloh taolo aytadiki, "Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub" dedi. Kim dedi? Alloh taoloning shiorlarini, belgilarini, alomatlarini ulug'laydigan bo'lsa, bas ana shu qilib turgan, ulug'lab turgan ishi qalbidagi taqvosidan dedi. Allohdan qo'rqishidan dedi. Demak, shiorlar bor ekan, belgilar bor ekan, alomatlar bor ekan. O'sha alomatlar nima? Mana shu masjid. Masjid Allohning borligini, billigini, ibodat qilinadigan joymi? Mana shu masjidda nima aytiladi? Qur'on tilovat qilinadi. Mana bu joylarni inson azizlashlik kerak. Mana oyog'ingizga kiyib olgan mahsingizni oling, teridan bo'lgan. To'g'rimi? Shu teridan bo'lib kiyib yuribsiz. Shu mahsi teriga Alloh taoloning kalomi yozilsa nima bo'ladi? Uni azizlik ko'tarilib ketadi. Odamlar yuziga surkaydi. To'g'rimi? Teriga Allohning kalomi yozilganligidan. Alloh taoloning kalomi tilovat qilinadigan joylarning manzili juda yuqori bo'ladi.
Alloh taoloning kalomini qalbiga joylagan insonni ham qadri yuqori bo'ladi. Alloh taoloning chaqirig'i bor bir kunda 5 mahal. Buni biz qadriga yetishligimiz kerak. 3-4 odamlar uxlalmayapmiz, yaxshi bo'lmayapti deb shikoyat qilib turadi. Yurtboshimiz bir joyda turib, azon bor joyda qanday baraka bo'ladilar? Qanday yaxshi bo'ladilar? Bir adolatli podshohning bir og'iz suv aytgan so'zi 1000 ta odamning og'zini o'chirib qo'ydi. Demak, mana shu masjidlar, azonlar aytilyaptimi? Azon aytilgan joydan shayton qochib ketadi. Azon aytilgan joydan shaytonlar yiroqlashib ketadi. Demak, siz bilan bizlarga har kuni Alloh taoloni bir kunda 5 mahal chaqirig'i bo'lib turibdimi? Biz u chaqiriqqa labbay deb kelishligimiz kerak-edi. Uyimizda ayolimiz telefon qilib qolsa, uyda bir narsa qolmabdi, tez olib kelsa, darrov boryapmiz chaqiriqqa. Bu Allohning chaqirig'i bu. Bizga ham ahlimizga ham rizq beruvchi zot Alloh bo'lgandan keyin Allohning chaqirig'iga labbay deb kelishligimiz kerak. Dunyo ishlarimizni hal bo'lishligi ham Allohning qo'lida. Ana shu narsaga siz bilan biz azizlar bugungi kunda mana shu masjidni ulug'ligini joyiga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu ulug'ligini joyiga qo'ysak, bu qalbimizda Allohdan bo'lgan qo'rquvimizni, hissini bayon qilishlik ekan. Misol tariqasida yana bir shu narsaga aytadigan bo'lsak, mana o'zimiz ota-onamizni uyida yashab o'tdik. Ota-onamiz bordi, o'tib ketgan bo'lsalar ham yoki hayot bo'lsalar ham o'sha uyimni sog'indim deymiz-ku. To'g'rimi? Uyimni sog'indim deganimizda uyimizni devorini, rangini nazar tutmayapmiz. U joyda ota-onamizni borligi uchun o'sha joyni uyni qadriga yetyapmiz. O'sha joyni hurmat qilyapmiz, to'g'rimi? Ota-onamiz o'tib ketgan bo'lsalar yoki hayot bo'lsalar boshlaridagi ro'molimni ushlab o'pib hidlaymiz. Nimaga? U bitta latta o'zi asli, lekin onamizni boshida bo'lganligi uchun uni qadri yuqori bo'lib ketdi. Muhabbatimizni izhor qilishlik uchun ota-onamizning qo'lini o'pamiz yoki boshlaridagi ro'molni o'pamiz. Bu muhabbatni izhor qilishlik. Demak, siz bilan bizlar ham mana shu Alloh taoloning baytimi, Alloh taoloning baytiga kelib ibodat qilishligimiz Allohga bo'lgan muhabbatimizni izhor qilishlik ekanda. Ana bu narsani siz bilan bizlar qadriga yetishligimiz kerak. Bu Umar ibn Abdulaziz rahmatullohning davrida bir odam jahl qilib sen mana yerda tursang taloqsan deb qo'yganda ulamolar aytadiki, bordi mana shu odamning endi yo'li nima? U xotini bilan nima bo'lib ketyapti deganda, o'sha odam dedilar, Allohning baytida tursa, masjidda turadigan bo'lsa, uni xotini taloq bo'lmaydi dedilar. Qarang, nimaga shunday desa, chunki bu yerda mana shu masjidlar bu dunyoning joyi emas, bu Allohning bayti, jannatdan joy degan. Ana shuning uchun nima tushunmaydi dedilar. Demak, siz bilan bizlar mana shu Alloh taoloning bayti bo'lgandan keyin bizlar bugungi kunda kelib turganimizda Allohning baytiga kelib turganligimizni his qilishligimiz, buni hurmatini joyiga qo'yishligimiz. Avvalgi davrlarda shunday bo'lganki, azizlar, onalar ham bolasi bilan ko'chada masjidning yonidan o'tib ketib tursa, gaplashib ketib turgan bo'lsa, gapirmas ekan. Bir muddat uzoq o'tgandan keyin gapirar ekan. Nimaga shunday desa, masjidning hurmatini joyiga qo'yaylik. Erta odamlar Allohning zikrini qilyapti. Bizning ovozimizni eshitib, ular chalg'ib qolmasin deb masjidning hurmati shunday bo'lgan ekan. Demak, siz bilan bizlar ham mana shunday masjidning hurmatini joyiga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Shu narsada birinchi navbatda endi masjidning odoblariga o'tadigan bo'lsak, Alloh taolo bizlarga aytdiki, astag'izu billah ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid dedi. Hey odam farzandlari, har biringiz namoz oldidan, ya'ni sajda qilasiz, namoz oldidan ziynatlaringizni oling dedi. Eng chiroyli kiyimlarimizni kiyishligimiz kerak ekanda. Hozirgi kunda kuyovlar bor-ku, kuyov bolalar uylanadi. To'y kuni qanday kiyinadi? Ana o'shunaqangi chiroyli, go'zal bo'lgan holatda kiyinishlik kerak ekanda. Uyimizda alohida namoz uchun, masjid uchun eng chiroyli kiyimlarni olib qo'yishligimiz kerak ekan. Mana shu oyatga nima qilgan bo'lamiz? Shunda amal qilgan bo'lamiz. Ey iymon keltirgan, demadi Alloh taolo. Ey insonlar demadi. Ey odam farzandlari dedi.
Nima uchun Alloh taolo odam farzandlari dedi? Bu joyda bitta kinoya bor. Odam alayhisolatu vassalom taqiqlangan mevadan yeb qo'ygandilar-da. Xuddi shunday siz bilan bizning ham gunohimiz bor. Mana shuni eslatib o'tyapti Alloh taolo. Sizlarda ham gunoh bor. Sizlar masjidga yoki namozga turgan vaqtingizda ziynatingizni olib turing. Eng chiroyli kiyimlaringizni kiying deyapti. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kelar ekansiz xushbo'ylanib keling dedilar. Bordi xushbo'yligingiz yo'q bo'lsa, ayolingizni xushbo'yligidan surib bo'lsa ham keling dedilar. Demak, buni hurmati ekanda. Masjidga kelyapmiz, Alloh taoloning baytimi, musulmon inson birinchi navbatda tashqi ko'rinishi alohida e'tibor berishligi, chiroyli kiyimlarni kiyishligi. Alhamdulillah hozir havo issiq bo'lganligidan uncha odamlar qalin kiyim kiyadi, lekin havo issiq bo'lganda har xil rangli kiyimlarni kiyib keladi. Unda rasm tushirilgan, har xil so'zlar yozilgan. U katta yozuv bo'lgandan keyin orqadagi odam uni o'qib qolishligi bor. Namozga karohiyati bordi. Demak, mana shu narsada kishi Alloh taoloning baytiga kirar ekan, xuddi uylanib turgan yigit qanaqangi kiyinyapti bugungi kunda, o'shanaqangi chiroyli suratda kiyimlarni kiyib masjidga keladigan bo'lsa, shu oyatga nima bo'ldi? Daxil bo'ldi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu masjidning odoblari borasida aytdilarki: "Man akala al-basala was-sawma wal-kurratha fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam" dedilar. Kim dedilar, sarımsoq piyozmi yoki shunaqangi piyozni o'zimi yoki chesnok deb qo'yamiz yoki ko'katlar bor shu og'izga hid keltirib qo'yadigan noxush. Ana o'shanaqangini yegan bo'lsa, aslo bizning masjidimizga yaqinlashmasin. Chunki dedilar, odamlar aziyatlanadigan narsada farishtalar aziyatlanadi dedilar. Demak, siz bilan bizlar mana shu joyda farishtalar hozir bo'ladi. Ana shu farishtalar aziyat chekib qolar ekan, odamlar aziyat chekadigan o'rinda. Shu narsada shuni o'rnini bosadigan odamlarda yomon bir odati borki, sigaret chekishlikka odatlanib qolgan. Ana shu sigaret chekib kelib namozga qo'shilsa, o'z-o'zidan uni hidi, uni kiygan kiyimidagi hidi o'tirib qoladida, musulmon odam o'ta ziyrak bo'ladi. Undan aziyat chekib qoladi. Farishtalar ham aziyat chekib qolar ekan. Demak, yomon illatlarni hammasini inson ketkizishligi, yo misvok bilanmi yoki tish pastasi orqali tishini og'iz bo'shlig'ini toza va pokiza qilgan holatda masjidga kelishligi, Allohning zikriga kirishar ekan, mana shu narsaga alohida e'tibor berishligi kerak bo'ladi. Yana shu masjidning odoblaridan bittasi, masjidga kelib turganimizda ohista kelishlik. Bu nihoyatda kerakli narsa. Ohistalik u masjidning ichiga kirib bo'lganda emas, u uyimizdan chiqqanimizda, minib turgan ulovimizda ham yoki masjidga kelganimizda o'sha markablarimiz, ulovlarimizni boshqalarga nima qilmaydigan, zarar bermaydigan joyga qo'yishlik. Ana shu narsalarga e'tibor berishlik. Biz bu yerda namoz o'qilaveradi, domla xutba qilaveradi, anaqada odamlar misol tariqasida tez tibbiyga muhtoj bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Har xil holat bor. Ko'cha siz bilan bizniki bo'lmagandan keyin ko'chada odamlar mashinasini noto'g'ri qo'yib, tirband qilib qo'yib, "Men namoz o'qiyapman" desa, bu mumkin emas bu. Rasululloh sakinatni o'zlaringga lozim tutinglar. Musulmon inson masjidga kelyaptimi, u masjidning ichida emas, u tashqaridan turib ulovlarimizni qo'yishlikda tartibli qo'yishligimiz kerak ekan. Yo'lda to'sib qo'ydi, ikki kishi shunday qo'yib, keyingi odam o'talmay tursa, to bu yoqdan odam chiqqunga qadar qancha vaqt o'tib ketadi. Demak, siz bilan biz namoz o'qib ibodat qilyapmizmi? Bu o'qib turgan ibodatimiz boshqa kishilarga aziyat bermasligi, zarar bermasligi kerak ekan. Shu narsaga azizlar bugungi kunda alohida e'tibor berishligimiz, ahamiyat berishligimiz kerak bo'ladi. Hattoki namozga kelganimizda imom boshlagan bo'lsa ham yugurish shart emas ekan. Ohista kelinar ekan, biz qancha namozni imom bilan 2 rakat o'qigan bo'lsak, 2 rakati o'tib ketgan bo'lsa, qolganini imom salom bergandan keyin turib to'ldirib qo'yilaveradi. Ana shu narsalarni ham siz bilan bizlarga o'ta kerak bo'ladigan ishlardan bittasi. Odam shoshib yugurib kelsa,
yugurib kelgandan keyin nafas qisishni boshlaydi, keyin hansillab qoladi. U qanday Allohni zikr qila oladi? Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon insonda xotirjamlik bo'lishligi, odob bo'lishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar. Musulmon inson shoshmaydi. Hattoki shoshishlik namozda bo'lganda ham shoshmaslikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni undayaptilar. Demak, namozga viqor bilan, bosiqlik bilan shoshmasdan kelib ado qilinarkan, bordi namozda ular imom boshlab qolgan bo'lsa, o'shanda qancha rakati o'tib ketib qolgan bo'lsa, uni imom salom bergandan keyin to'ldirib qo'yishligini aytyaptilar. Yana shu masjidning odoblaridan bittasi, masjidga kirganda Alloh maftahli abwab va rahmatik, ya Alloh sen menga rahmat eshiklaringni ochgin deb kirishligimiz. Demak, masjidning odoblaridan bittasi. Har safar masjidga kiryapmizmi, shoshmasan, o'ng oyoq bilan Alloh maftahli abwab va rahmatik, Alloh sen menga rahmat eshiklaringni ochgin. Namozlarni o'qib, ibodatlarni tugatib chiqib ketar ekanmiz, Allohumma inni as'aluka min fadlik. Alloh, men seni fazlingdan so'rayman. Fazlingdan menga ato qilgin. Bu seni rahmatingdan quvilgan shaytondan o'zing meni saqlagin degan odob bilan masjiddan chiqib ketishligimiz kerak ekan. Ana shu narsalarga siz bilamiz e'tibor berishligimiz kerak. Kirib chiqib ketishlik, bu o'qib turgan namozimizni egasi kim? Alloh bo'lgandan keyin buni his qilishligimiz kerak-da o'zimiz. Demak, masjidga kelyapman, Allohning rizosi uchun kelyapman. Allohim, o'zing menga rahmatingni och, eshiklaringni va fazlingni so'rayman, fazlingdan menga ato qilgin deb boshdan oxirigacha duoda o'tirib chiqib ketishligimiz kerak bo'ladi. Yana shu masjidni odoblaridan biri, masjidga kelgan kishi Allohning huzurida hamma bir xil. Hamma bir xil. Mana odam yaxshi, bunisi yomon degan narsa yo'q. Hamma bir xil Allohning huzurida. Lekin shu saf olishlikda e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu masjidning odoblari, ayniqsa juma kunidagi holatlarimiz shu safni to'liq olishligimiz. Birinchi saf to'ldimi, ana undan keyingi kelgan odam ikkinchi safni to'ldiradi. Ana undan keyingi odam uchinchi safni to'ldiradi. Orada nima joy ochiq qolmasin, ochiq joylar qolmasin. Ochiq joy qoldimi, o'sha joyga shayton aralaydi. Demak, siz bilamizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam safni to'g'ri qilishlikka ko'p e'tibor qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni xuddi bir nayzadek bir tekis qilib terib qo'yib, ana undan keyin namoz o'qiganlar. Demak, siz bilamizlar ham bugungi kunda ana shu namozimizga alohida e'tibor berishligimiz. Odamlar namoz o'qib turgan vaqtida o'tib ketib qolishlik bor. Bu juda og'ir narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, namoz o'qib turgan kishini oldidan o'tuvchi kishi o'ziga ham, namozxonga ham keladigan yomonlikni bilganida edi, dedilar, 40 yil turardi bu. Shu odam namozini o'qib olsin deb. 40 yil turar dedilar. Bugungi kundagi u Makka, Madinaga borib kelganda ham, katta masjidlarda ham muammo shu. Kichik masjidlarda ham, Allohning baytining boshqa masjidlarda ham muammo shu. Namozxonlar namoz o'qiydi, qolganlar odamlar o'tib ketaveradi. Demak, shu narsada fiqhiy masalada sutra degan narsa bor. Oldiga qo'yib oladi o'sha sutrani, undan keyin namozini o'qiveradi, hech kimga xalaqit bermaydi. Ana o'shanaqangi narsa bo'lmasa, kishi ozgina hurmat qilib tursin. Bir birodarim namoz o'qiyapti. Shu namozini oldidan o'tib ketsam, namozga tur yetadi. Rasululloh qaytargan ekan deb 2 daqiqa kutib tursak, o'z-o'zidan haligi kishi namozini o'qiydi, tugatadi, chiqib ketadi. Demak, siz bilamizlar, ham mana shu narsaga e'tibor berishligimiz kerak. Ayniqsa shu saflarni har safar imom domlalar iqomat aytib bo'lgandan keyin ham aytadiki, saflarni to'g'rilab olinglar, orada ochiq joylar qolmasin deydi. Lekin fiqhiy masalasi o'zi qanday? Fiqhiy masala shunday ekanki, azizlar, muazzin qad qomatis solat deb keladi-yu, iqomatni aytganda qad qomatis solat, qad qomatis solat deganda imom Allohu akbar deydi. Ana undan keyin muazzin qolgan tugatib qo'yadi-da, keyin imomga iqtido qiladi. Qolganlar imom Allohu akbar deganda iqtido qilishlik kerak bo'ladi. Asli fiqhiy masalasi shu. Lekin siz bilan bizniki kichik bugungi kunda.
muazzin azonini aytib ham bo'ldi, iqomatni ham aytib bo'ldi, imom quloqqa qoqib nom Fotihani ham tugatyapti, odamlar o'tirib sekin boramizda deyapti. Shunday holat kelib qoldi. Bu namozga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Iqomat aytildimi, darvoda safni olib to'ldirishlik kerak. Ana shu narsalarga o'ta e'tiborli bo'lishlik kerak. Mana qolaversa, hamma masjidda imomlar bo'ladigan bo'lsa, shu imomlarga katta rahmat aytishligimiz kerakki, mana bir odam biznes qilmoqchi bo'lsa, shu 100 so'mini 500 so'm qilsa yaxshi daromad bo'ladimi? Yaxshi daromad bo'ladi. Siz bilan bizni o'qigan namozimizga 500 barobar ziyoda qilib beryapti. O'ziz o'qisiz 10 ta savob. Kichik masjidlarda o'qilsa 27 dan 25-27 daraja savob bo'lsa, jamiyalar, juma namozi o'qiladigan joylarda esa bitta o'qilgan namozga qancha ekan? 500 barobar savob ekan. Bizni o'zimizni o'qigan namozimizni 500 marotaba ziyoda qilib o'qib beryaptimi? Albatta ahli ilmlarni hurmat qilishlik kerak. Mana shu masjidga kelgandagi odoblardan bittasi bizga namoz o'qib berib turgan kishini hurmatini joyiga qo'yishlik. Qaysi birini aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib bergan imomni jamoat suymaydigan bo'lsa, yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa dedilar, ularni o'qigan namozlari quloqlarining tepasidan yoki boshlarining tepasidan u yog'iga ko'tarilmaydi dedilar. Demak, siz bilan bizlar Allohning baytiga kelyapmiz. Ilmli insonlar, ustozlar alhamdulillah masjidlarda chiroyli suratda o'qib, ma'ruzalar, pand, nasihatlar qilib beryaptilar. Albatta ahli ilmlarni hurmat qilishlik. Ularni biror bir kishi maqbul gapni gapiring, to'xtang. Bizni namozimizga karohat yetib qolar ekan. Bu ustozlar, ilmli insonlar, uni davlat tomonidan ilmli, ma'rifatli bo'lib tahsilda olgandan keyin ruxsat berilganmi? Birovlarni aybini izlamaylik. Bizlar odamlarni aybini izlagandan ko'ra o'zimizni xatomizni izlasak, shu yaxshi bo'ladi. Undan masjidga 40 kun davomida 5 vaqt namozni ado qilaylik. Ana o'shanda bizlarga juda ham fazilatlar, barakotlar nozil bo'ladi. Ana shu narsalarda demak azizlar, har birimiz Alloh taoloning baytiga kelyapmiz. Buni hurmatini joyiga qo'yishligimiz, bu joydagi zikrlar Alloh taoloning zikri bo'lgandan keyin yana masjidlarda ba'zi bir o'rinlarda guvoh bo'lib qolamiz yoki eshitib qolamizki, dunyo ishlarini gaplashib o'tirishligi, u yoq bu yoqdan payg'ambarimiz yo'qolgan narsani e'lon qilishlikdan qaytardilar. Qaysi bir odam savdo sotiq qiladigan bo'lsa, savdo sotig'iga Alloh baraka bermasin deganlar. Demak, masjidga keldikmi, dunyo ishlarini yig'ishtirib Allohga go'zal ibodat qilishlikka sho'ng'ishligimiz bordi-yu, mana bu telefon degan narsalar chiqqan. Ana shu telefonlarni ham masjidning odobida o'chirib qo'yishlik. Baland qilib ovoz qo'yib qo'ysa, qolgan namozxonlarga ham u ibodatiga zarar berishi mumkin. O'zi ibodat qilib turgan odamga zarar berishning gunohi ham o'ta katta. Shuning uchun azizlar, har birimiz Alloh taoloning baytiga keldik. Mana shu baytini o'zini hurmatini joyiga qo'ygan holatda ibodatlarni ado qilgan holatda qaytishligimizni Robbimizdan so'raymiz. Aytilgan masalalarga avvalo o'zimizni amal qilguvchi bandalarni qilgan har birimiz ham moliyaviy, ham ma'naviy o'zingni baytingni obod qilguvchi bandalaringdan qilgan, o'zingni baytingga sari talpinadigan, o'zingni baytingda ibodatlar qilib yuruvchi bandalaringdan qilgan. Yaxshi niyatlar bilan farzandlarni, nevaralarni kamolga yetkaziryapmiz. Farzandlarimizdan, nevaralarimizdan ham o'zingni baytingni ham moliyaviy, ham ma'naviy obod qilguvchi muxlis bandalarni o'zing vujudga keltirgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatihi.